Qandli diabetda nima uchun oyoqlardagi og'riqlar tunda kuchayishi haqida gaplashamiz. Chunki bemorlar, diabet bo'lgan bemorlar kommentariyada va direktda murojaat qilishibdi, nima uchun aynan og'riqlar kechki payt paydo bo'ladi. Bunga sabab diabetlarda kunduz kuni miya faoliyati boshqa narsalar bilan band bo'ladi, ya'ni ishda bo'ladi, nimanidir o'ylaydi, vazifa bajaradi. Shuning uchun og'riq markazlari kuchsizroq qo'zg'algan bo'ladi. Qolgan markazlar kuchliroq qo'zg'algan bo'ladi. Odam dam olish vaqtida og'riq markazlari kuchliroq qo'zg'aladi, qolgan markazlarga nisbatan. Shuning uchun tunda og'riqlar diabetik bemorlarda paydo bo'ladi. Yondiruvchi og'riqlar, oyoqlarni yondiruvchi og'riqlar bo'lishi mumkin, sanchuvchi og'riqlar bo'lishi mumkin. Mana chumoli harakatidaqa jimirlagan og'riqlar bo'ladi. Ko'pchilik bemorlarimiz aytadi, oyoqlarim jimirlab turadi, umuman kechasi uxlatmaydi deydi. Mana simillovchi og'riqlar bo'ladi. Qonda qand miqdorini doimiy baland bo'lish hisobiga nervlar zararlanishi hisobiga yuzaga keladi. Bunda bemorlar qondagi qand miqdorini doimiy nazorat qilishlari kerak, o'lchashlari kerak va mutaxassisga ko'rinishlari kerak. Qandli diabet bilan bog'liq yana qanaqa qiziqarli savollar bo'lsa, murojaat qilsanglar, barcha savollaringizga javob beraman.